Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhtaram aziz aka-ukalar, Sayyidul ayyom hajjul masokin kunimizda xayrli barakatli qilsin. Barcha qilgan ihsonlarimizni, duolarimizni, namozlarimizni o'zlarga qabul qilsin. Aziz yurtdoshlar, mana Bog'dod tuman Chigit qishlog'idan ihsonimiz mana bugun yakuniga yetib borib qoldi. Azizlar, Alloh taolo sizlarni barchalaringdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Sizlar sababchi, saxovat pesha insonlar sababchi mana bir xonadonga xursandchilik olib kirishlik sababchi bo'lib qoldik azizlar. Barchalaringdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Mana barcha yig'ilgan summalar so'mda mana hojim 138 milyon 23 ming so'm yig'ilibdi. Dollarda 10.700 bo'lar ekan azizlar. Alloh taolo barchalarimiz qilgan ihsonlarni o'zlariga qabul qilsin. Qilgan ihsonlarni o'zlariga qabul qilsin. Uzoq yil musofirda yurgan, Moskvada turgan akalarimizdan pul tashlab ihson qilishdilar. Qozog'istonda turib, poytaxtimiz Toshkentdan turib ihson qilganlar bor. Va yangi Qo'rg'ondan yarmarkada turgan aka-ukalarimizdan, opa-singillarimizdan ihson keldilar. Barchalarini Alloh taolo qilgan ihsonlarni o'zlariga qabul qilsin. Tanjallari sog', umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilsin. Ilohim duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim Parvardigorim, mana shu ihson sohiblarining ham tanjallarini sog' qilgin, umrlariga, rizqlariga foyda barakat bergin. Baxti ochilishlik asnosida ihson qilganlar bor, baxtlarini Allohim tez kunlarda ochgin Parvardigor. Farzand talabida ihson qilganlar bor, Parvardigor tez kunlarda o'g'illar, qizlar ko'zlarini quvontirgin Parvardigor. Parvardigor musofirda yurib ihson qilganlar bor, ihson sohiblari o'zinglarga hayda qabul qilsin ihsonlarni Parvardigor. Parvardigor hamisha mana shu ihsonga sababchi bo'lishlikni barchalarini o'zing nasib qilgin. Parvardigor qiyomat kuni o'zing diyoningga borganimizda, huzuringga yoningga borganimizda yuzlarimizni yorug' qilgin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamda huzurlarida ko'ngillarida o'ylagan mana shu ummatlardan bo'lishlikni Alloh taolo barchalarimiz o'zing nasib qilgin. Havzi Kavsar suvidan ichishlikni, muborak qo'llardan ichishlikni Allohim nasib ro'zalagin Parvardigorim. Ikki dunyoda yuzlarimizni yorug' qilgin. Ota-onalarimizni, ustozlarimizni va bizlarning gunohlarimizni o'zing kechirgin. Barcha bemorlarni ahli islomga shifo bergin Parvardigorim. Ular qatori barcha bemorlar qatori mana Sharifaxon qizimizni ham dardlariga shifo, kulliyalar shifo, ojizlari ato qilgin. Ijratirgan qilatirgan muolajalarni o'zing ta'sirchan qilgin. Ihson sohiblarining o'tganlari bor, Allohim o'tganlarni Allohim o'zing rahmating olgin. Joylarini jannatdan, oxiratdan obod qilgin Parvardigorim. Parvardigorim o'zing mana shu ihson qilguvchilarni Parvardigor o'zing bilguvchi zotsan, biz unutuvchimiz Parvardigor. Ko'nglimizga kelganlarni Allohim aytdik. Ko'nglimizga kelmaganini Alloh taolo Allohim o'zing bilguvchi zotsan. Barchalarni ihsonlarni o'zing dargohingda qabul qilgin. Nimaki niyatlar bo'lsa eng oliylarga yetkazilgan. Mana shu ihson sohiblarining ham tez kunlarda Allohim o'zing baytingga farzandlari bilan oilalarining tez kunlarda rizq nasiblarini qo'shgin. Ikki dunyo saodatiga ega bo'lishlikni Allohim nasib ro'zaylagin. Parvardigor avlod zurriyotlardan hofiz Qur'onlar, qoriya qizlar chiqishlikni Allohim nasib qilgin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurt boshimizda ham tanjallari sog', umrlarimiz uzoq, rizqlarni ulug' qilgin. O'tgan dadamizlarni ham barchalarini Allohim o'zing rahmatingga olgin. Onalarimizni tepamizda tez uzoq yillar duogo'r bo'lib turishni Allohim nasib ro'zalagin. Va sallallohu taala xayru xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Parvardigorim, hoji onalarimiz ihson qildilar, ihsonlarni o'zing dargohingda qabul qilgin Parvardigor. Barchalarimizda mana shu oqibatlarimizni xayrli va barakatli qilgin. Mana shu Chigit qishloq ahillarini ham tepalariga Allohim o'zing rahmat va barokatingni o'zing yog'dirgin. Barchalarimizni ezgu niyatlarimizni eng oliylarga yetkazdirgin. Mana shu Odiljon hoji akamizni ham Allohim umrlariga, rizqlariga foyda barokat bergin. Ota-onalarning ham tanjallari sog', umrlariga, rizqlariga foyda barokat berib, farzandlarini baxti kamolini ko'rsinlar. O'g'illari hofizi Qur'on, qizlari qoriya qizlardan bo'lsa, ilohim nimaki ezgu niyatlar bo'lsa eng oliylarga yetkazdirgin. O'tganlarni Allohim o'zing rahmatingga olgin Parvardigor. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Allah razı olsun.